Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Hurmatli aziz kitobdoshlar, mahalladoshlar, guzardoshlar. Mana bugun guzarimizda bir yaxshi an'ana ota bobomizdan qolgan darvishona marosimimiz bo'linyapti. Alloh qabul qilgan bo'lsin bu darvishona marosimimizni. Bu yilgi yangi dehqonchiligimizni barakotli qilsin. Mevazorlarimizga, ekinzorlarimizga Alloh barakotlar yog'dirsin. Osmondan bo'ladigan, yerdan bo'ladigan har xil bolay ofatlardan omonat saqlasin. Alloh taolo hammalarimizni kasb-korlarimizga dehqonchilik barakotini yog'dirib, mulkul hosillarga erishib, hosillarni zavodga yig'ishtirib olib, yurtimizda katta-katta yoqdan keladigan bachalarni bu yoqdan keladigan bachalarni o'rtada turadigan. Endi azizlar an'anaga muvofiq o'qigan balla hozir Qur'on tilovat qilamiz. Keyin ovqat so'zlarda hamma keyin yeb ketaveradi. O'tiringlar yosh bolalar, o'tiringlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alloh parvardigori shu qilingan tilovat Qur'onimiz mana bu qilinayotgan darvishona ihsonlarni qabul eyle. Bu ihsonlardan qilinayotgan Xudoylardan hosil bo'ladigan savollarni mana shu jamoat nomidan Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, barcha o'tgan payg'ambarlar, anbiya, avliyolar, barcha o'tgan dehqon bog'larimiz, xosatan mana shu jamoatga hozir bo'lib duoga qo'l ko'tarib turganlarimiz, umidvor bo'lganlarimiz, o'tgan ota-onalarimiz, ota-avlod, ona-avlodlarimiz umidvor bo'lganlar Alloh hidoyat qilib, Parvardigori hamma o'tganlarni mana shu muborak soatlarda o'qilgan Qur'oni Karim nurlar bilan qabrlar munavvar ayla, oxiratlarini obod etib, ruhlan shod ayla. Alloh taolo bu yilgi yangi yilimizni, dehqonchiligimizni fayzli barakotli qilsin. Barcha ahli islom, ahli iymon yurtlar qator yurtimizni tinch omonlikda bardavom aylasin. Notinch joylarni Alloh tinchlikda barqaror qilgan bo'lsin. Yurtboshimiz, barcha diniy rahbarlarimizni olib qaytish Alloh yorimada qaytarqasin. Bola chaqa boqaman deb, o'ziga qilaman deb musofirga chiqqan, musofir yurgan yurtdoshlarimizni Alloh safarlar bexatar qilsin. Sog' va salomatlikda ko'p pullar topib, ota-onasi, farzandlarini huzurida diydor qilib Alloh nasib aylagan bo'lsin. Bemorlarga Alloh shifo bersin. Farzand taraflarga umri uzoq, rizqi baroq bo'lgan solih va solih farzandlar oilasin. Qarzorlar qaziga najot bersin, mushkullar oson etsin. Alloh taolo hammalarimizni qalblarimizdagi o'ylagan, ko'zlagan yaxshi niyatlarni Alloh yetkazsin. Farzandlarimiz haqida o'ylagan, ota-onalarimiz haqida o'ylagan yaxshi niyatlarni Alloh o'zi yetkazsin. Alloh taolo hammalarimizni kelasi yilgi mana shunday Navro'zlarda ham sog' salomat safarlar ko'payishib, ana shunday darishonalarda yaxshi kunlarda idolash nasib aylagan bo'lsin. Allohumma ya robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
Bu yerda xizmat qilganlar, pul yig'ishtirgan, mana ovqat pishirgan hamma xizmat qilganlarni ham xizmatlar ivoziga ajr azim ato aylasin. Ularga halol tinchlik, ofiyat ato aylasin. Bir rahmatika ya Alloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mashina o'tirib xizmat qilamiz, obod bo'lsin bundan ham choyxona. Yaxshi o'tiray, rahmat.